Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tomonidan kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan 2018-yilning 9 oyi davomida moliya muassasasi tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida barcha moliyalash manbalari hisobidan 4.2 trillion so'm kredit ajratdi. Ushbu ko'rsatkich joriy yil yakuniga qadar 4.7 trillion so'mga yetkazilishi ko'zda tutilgan. Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash strategiyasini ishlab chiqdi. Shuningdek, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish va servis sohalariga oid investitsion va innovatsion loyihalarning samaradorligini baholash, ularni qulay, tezkor va samarali moliyalashtirish tizimlarini joriy etgan. O'zbekiston Respublikasida har bir oila tadbirkor davlat dasturi amalga oshirib kelinmoqda. Avvaliga davlat dasturi Andijon viloyatida sinov tariqasida amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunga kelib ushbu dastur respublikamizning barcha hududlarini qamrab olgan. Dastur doirasida tijorat banklari tomonidan, shu jumladan O'zmilliy bank tomonidan ham imtiyozli kreditlar ajratib kelinmoqda. Kreditlar asosan tikuvchilik, qandolatchilik, hunarmandchilik, kasanachilik, mini texnologiyalar asosida ixcham issiqxonalar tashkil etishga yo'naltirilmoqda. Bugungi kunga kelib Milliy bank tomonidan jami 3000 ta tashabbuskorlarga 60 milliard so'mga yaqin kredit mablag'lari ajratilgan bo'lib, buning natijasida yurtimizda 5000 ga yaqin yangi ish o'rinlari yaratildi. O'tgan davr mobaynida bank tomonidan xorijiy hamkorlar kredit liniyalari hisobidan jami 123 ta loyihalarga 95,6 million AQSh dollari miqdorida mablag'lar yo'naltirildi. Ular orasida zamonaviy texnologiyalar, asbob-uskunalar va texnikalarni xarid qilish evaziga mamlakatimizning turli hududlarida yangi ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish loyihalari ham mavjud. Hozirgi kunda bank tomonidan ajratilgan kreditlar hammasi to'liq moliyalashtirib berildi. Korxonamiz montaj ishlari olib borayotgani sababli 2019 yil birinchi choragidan ishni boshlab xalqimizga, farzandlarimizga sifatli va mahsulotlar tayyorlab berishni rejalashtiramiz. Kichik biznes subyektlarining innovatsion g'oyalarini moliyalashtirish maqsadida hududlarda joriy yil davomida gidroponika usulidagi zamonaviy tejamkor issiqxonalar tashkil etish uchun 73 gektar maydondagi 14 ta loyihaga jami 29,8 million AQSh dollari miqdorida kredit ajratildi. Ta'kidlash joizki, Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy banki hamda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi o'rtasida kelishuv bitimi imzolangan bo'lib, unga asosan bank tomonidan 45 nafar mijozga 120,5 milliard so'm miqdorida kredit mablag'lari ajratildi.